Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz obunachilari. Bugun xalqimizga, yurtdoshlarimizga, obunachilarimizga 2026-yil 19-may sanasi bilan do'stlar qo'ylarda haqiqiy velikan, haqiqiy kvitsarskiy akalar, haqiqiy qo'ylarni ko'rsataman. Akalar haqiqiy hisori qo'ylardi. Yomg'ir yog'ayapti, yomg'ir yog'sa ham, mana yomg'ir yog'sa ham chaqmoqlar chalyapti, video qilyapmiz obunachilarimizga do'stlar. Assalomu alaykum akajon. Assalomu alaykum Botir aka. Zo'rmisiz? Sog'ligingiz? Rahmat akajon, o'zingiz zo'rmisiz? Xush kelibsiz aka. Vobshu sultonlari-ku. Aka, qo'yni begini olib keldim. Luboy odam kelishaversin. Luboy kanaldan, Luboy O'zbekiston Luboy tochkasidan qo'yni narxini yengil qilib chiqarib beraman bugun. Men bunaqa qo'y hali o'z kanalingizga chiqmagan aka. Bunday qo'y bir yilda bir marta olib kelaman, o'zi bir kishini qo'yi bor tog'dan aka. O'sha mudar narsalar. Qo'yni sortiga qarang aka, qo'yni yeliniga qarang, men tayyor turibdi aka. Shu kun erta tug'aman deb turibdi. Aka, qo'yni qarang. Qo'yni ko'rsatavering aka. Luboy tepasiz aka. Qo'ylar o'sha mudar narsalar ekan. Yomg'ir ham boshlanyapti akalar. Mana endi qo'ylarni udorlarini olaman degan aka-ukalarga ko'rsatyapman. Begi aka, begi, men degan qo'y aka. Qo'ying qan qo'ylarni, yurishlarini bir ko'rsin qan akalarimiz. Qo'ying. Qo'ylarni bir ko'rsin qan aka-ukalarimiz. Oho! Qo'ylarni qarang. Mashalloh. Haqiqiy sultonlar. Aka, Luboy odam ko'rib ko'zi quvnaydigan qo'ylar aka. Mashalloh. Ana endi qo'y olaman degan odam kelaversin. Bunday qo'y aka 1 yilda bir keladi. Mashalloh. Olmagan odam afsus qiladi aka. Menga qarang, necha bosh qo'y bor? 40 boshgina qo'y bor aka. O'zi ozgina, sozgina 40 boshgina. Haqiqiy udor narsalar ekan. Haqiqiy elita hisori qo'y mana bunday bo'ladi aka. Mashalloh. Menga qarang, Labbay aka. Sozgina ekan qo'ydi sultonlari-ku. Qo'ydi begi aka, aytaman-ku. Qo'y sultoni, qo'ydi elita sorti mana. Chista hisori o'zi to'laydigandan. Haqiqatda udor narsalar ekanlik. Menga qarang ukajon, qo'ylar yoshini bir aytaylik qan. Yoshi aka 4 tish 6 tish. Ha, 4 tish 6 tish. 4 tish 6 tish qo'y aka. To'g'rimi? Ha. Bir tuqqan, ikki tuqqan qo'ylar aka. Ukajon, narx-navosini ham bir aka-ukalarga aytaylik. Narx-navosi aka bugun aytdim-ku. Luboy kanaldan 2 million, Luboy bozordan 2 million kamiga qo'yib beraman aka qo'y. Bunday qo'yki o'zi kanaldan Luboyda ham chiqmaydi aka. Bu 2026 ni rekord legenda qo'ylar aka. Mashalloh. Haqiqatda udor narsalar ekanligi. Yana ham pelistrar aka, hammasi tayyor turibdi-da. Bo'g'ozdagi tayyor turibdi mana. Yillar qo'zg'ab qopti. Mana shu qo'ylar 3 chan qo'ylar aka, 3 ta tug'adigan qo'ylar. Yo'q, ichida 3 chanlari ham bor. 3 chani ham 2 ta, bu deyarli o'zi bari 2 ta, 3 tadan tug'adigan qo'ylar aka. Mashalloh. Ukajon, qo'ylar narxini bir ayting qani aka-ukalarimizga, yurtdoshlarimizga. Aka, obunachilarimiz hozir o'ylashyapti. Qo'y zo'r ekan, boshqa kanallarda 10 million qo'yilyapti bu qo'y, kam qo'yilayotgan. Bular ham shu 10 million $1000 deydi deb o'ylaydi. Lekin unday narsa yo'q ekan. Aytdim, tilimga javob aka. Ayting qani? Luboy kanalda 2 million kamiga qo'yib beraman aka. Ayting qani? 10 million yo'q, 9 million ham yo'q. 8,5 ham yo'q aka. Yo'q-ku, 8,5 ham yo'q. Bir joyga oldim degan odamga aka 8 million so'mdan. Mashalloh, 8 million so'mdan. 8 million so'mdan. Yana ham O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi xayr barakasiga. Meni bo'ynimga ichida aka 1300-1200 dollarga bermaydigan qo'ylarim ham bor. Optimga faqat 8,5. Mashalloh. Luboy odam kelaversin aka. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, sroshni pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib egalik qilinglar bu qo'ylarni akalar. 10 ta olaman, 20 ta olaman, 15 ta olaman degan odam Luboy kelaversin. Men shunday o'rtasidan kiraman. Mana shunday bo'lib chiqarib beraveraman aka qo'ydi men. O'sha baho ketaveradi. Shu baho o'zgarmaydi aka. Lekin tanlab olaman desa 1200-1300 ga ham yo'q buning ichidan tanlab olishga aka. Inshaalloh. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, barcha yurtdoshlarga, obunachilarga tavsiya qilaman. Videoni cho'zib o'tirish niyatimiz yo'q. Yomg'ir yog'ayapti, to'palang bo'layapti do'stlar. Mana shunday yomg'irlarga, to'palanglarga video qilyapmiz do'stlar. Obunachilarimiz ko'rsinda bir maza qilsin, ko'zlarini quvontirsin degan maqsadda video qilyapmiz. Aka, yomg'irday to'kib yubordim qo'ydi, qarang. Luboy odam narxiga talashuv O'zbekiston Luboy tochkasi bilan aka so'rashaman, mana shu qo'yni 3 million olmaydi. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, qo'ylarni haqiqiy sultonlarini, zo'rlarini olaman degan aka-ukalarimizga mana endi maqtashga til ojiz. Qo'y o'zini o'zi maqtab turibdi, akalar, haqiqiy sifat, haqiqiy kashtan, haqiqiy udorlar akalar. Qisirini ham bu pulga bermaydi aka. Men bo'g'oz qo'yni shu pulga beraman aka. Do'stlar, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Tugal mahallasidan ko'rsatdim mana shu videoni. Qisqagina, yaxshigina, chiroyligina video qildim. Aka-ukalarimiz bir manfaat topsin.
Mana shu videodan foydalanib qo'ylar sotib olsin degan maqsadda mana shunday video qildim akalar. Ulgurib qolishsin aka. Do'stlar, soni cheklangan. qo'ylar birdan-birdan sotilib ketadi. O'shaning uchun pastdagi nomerlarga sirroshdan aloqaga chiqib, mana shu qo'ylar sirroshni egalik qilib olinglar akalar. Tavsiya qilaman akalar. Mana shunday qo'ylar har bitta yurtdoshlarimizning xonadonida 100 tadan 200 tadan bo'lsin akalar. Keyingi videolarda sog' salomatda uchrashguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.